Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ikkilik sanoq sistemasida ikkita 1 baytli, ya'ni 8 bitli ikki sonni bir-biriga qo'shishni Logarithm Evolution programmasi orqali sxemasini tahlilini ko'ramiz. Men buni tayyor o'zim tuzib olganman. Shuni tahlil qilib ko'ramiz. Bundan oldin biz bilishimiz kerak bo'lgan full adder bor, half adder bor, carry nima, sin nima, count nima, yoki bo'lmasam bizda shart parametrlari bor. Ya'ni getslar bor, XOR bor, OR bor, AND bor, NAND bor va ikkilik sanoq sistemadagi qo'shilgan sonlar qanday bizga rezultat beradi, shular haqida bilishimiz kerak. Buning uchun Otashenko's domen ostida blog sahifasida turli kategoriyaga tegishli postlarim bor. Sanoq sistemalarida ikkilik sanoq sistemasida qo'shishni osonlashtiramiz yoki bo'lmasam ikkilik sanoq sistemasida qo'shilganda sonlar necha qiymat qaytaradi, barchasi mana shu postlarda yozilgan. Shart parametrlari haqida ham bor, get sistemlar bor. Shularni bilsak, bir sidra takrorlab, bilmasak o'qib o'rganib chiqishni tavsiya beraman. Hop, Logarithm Evolution'da yasalgan sxemani tahliliga o'tadigan bo'lsak, bizda ikki xil qo'shish usuli bor, ya'ni full adder va half adder qo'shishlari bor. Bu nima uchun ikkita deydigan bo'lsak, bizda half adder bu o'z nomi bilan aytib turibdi, chala qo'shish, ya'ni yarim qo'shish ma'nosini beradi. Buni full adderdan farqi, half adder dilda turgan sonni hisobga olmaydi. Ya'ni birga birni qo'shadigan bo'lsak, ikkilik sanoq sistemasida 2 emas, ya'ni 10likda 2 bo'lsa, birlikda, ikkilikda 10 bo'ladi, 0 tushib, 1 dilda bo'ladi. Mana shu dildagi bir sonini half adder orqali qo'shadigan bo'lsak, u uni hisobga olmaydi. Full adder dan aynan farq ham mana shu yerda. Tildagi son bu carry deyiladi, ya'ni xonadan xonaga ko'chadigan son. Masalan, birga birni qo'shyapmiz, 10, 0 tushadi bir tilda. Keyingi xonada ham 0 ga 1 qo'shadigan bo'lsak, 1 bo'ladi, dildagi son bilan birga bir yana 10 bo'ladi, 0 tushadi, 1 dilda. Mana shu dildan dilga ko'chadigan sonni keyingi xona ham qabul qilib olishlik uchun full adder ishlatiladi. Half adder ishlatiladi qachon? Aynan mana shu 8 bitli ikki sonni qo'shishni sxemasida birinchi o'yin tomondan boshlaganimizda eng o'yin tomondan oldin xonali son bo'lmaganligi uchun, ya'ni unda carry yoki qabul qiladigan sin holati bo'lmaganligi uchun unda half adder ishlatilgan. Ya'ni undan oldin keladigan dildagi son bo'lmaydi. Shuning uchun ahamiyatga ega bo'lmaganligi uchun half adder ishlatilgan. Hop, carry bu dildan dilga ko'chadigan son. Full adder bu o'sha dildan dilga ko'chadigan sonni ham hisobga olgan holda qo'shadigan usul. Half adder bu xonadan xonaga, ya'ni dildagi sonni hisobga olmasdan shunchaki qo'shadigan usul. Sin tushunchasi bu bir xonadan, ya'ni masalan birga birda qo'shsak 10, 0 tushadi bir dilda. Mana shu dildagi bir keyingi xonaga o'tayotganda count deyiladi. Ya'ni xonaga o'tib chiqib ketayotganda count deb ataladi. Qabul qilinayotganda sin deyiladi. Masalan, bir odam eshikdan chiqishda count bo'ladi, keyingi eshikka aynan o'sha odam, ya'ni aynan o'sha odam, masalan Otabek bir eshikdan chiqsa, chiqayotganda count deyiladi. Boshqa eshikka kirayotganda sin deb ataladi. Aynan bir odam ustida, ya'ni aynan bir son ustida shunday nomlanish bo'ladi. Hop, sxemada ko'radigan bo'lsak, bizda half adderda bitta XOR va bitta AND shart parametrlari ishlatilgan. A va B qiymatlar qabul qiladi XOR
va bundan sum chiqadi. Buning o'zining formulasi bor. Sum bu ya'ni sum degani o'sha natija. Sum bizda birga bir qo'shganimizda 10 bo'ladi. 10ning 0 sum, ya'ni tushadigan ustun shaklda qo'shadiganimizda tushadigan soni sum, dildan dilga ko'chadigani o'sha carry. Sumni chiqarish uchun ikki sonni XOR parametriga shart parametrga beramiz. A va B ni parametr qilib shart parametrga berganimizda chiqadigan javob bizda sum bo'ladi. Masalan, ko'radigan bo'lsak, A qabul qilyapti 1 ni, ya'ni A 1 ga teng, B 0 ga teng. XOR bu birinchi OR qiladi, ya'ni XOR ikki sonni ikki xil bo'lganda bir qaytaradi. Xo'p, masalan, 1 ga 0, ya'ni ikkalasi A va B bir-biriga teng bo'lmaganligi uchun bir qaytaryapti. Ikkalasi ikki xil bo'lsa bir qaytaradi. Agar B ni 1 qiladigan bo'lsam, 1 ga 1 bu 0 qaytaradi, chunki ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Endi carry teng bo'ladi A ni B ga end parametr shart parametr qabul qilyapti. Ya'ni A teng 1 ga, B teng 0 ga. Mana bu XOR bilan AND bular bitta blok hisoblanadi. Ya'ni biz 1 ga 1 da qo'shayotganimizda mana bunga sum olishimiz uchun A ga 1 bersak, mana bunda pastdagi ANDdagi A ga ham 1 beramiz. Ya'ni ikkalasi bular bir xil qiymat qabul qilish kerak. Chunki ikkalasi bitta son aslida. Biz endi buni kompyuter tushunadigan tilda sxemasini tuzganligimiz uchun ikkalasiga alohida bir xil qiymat beramiz. Bular aslida bitta blok hisoblanadi. Sum olish uchun A ga 1 berdikmi? Demak, ANDdagi A ga ham 1 beramiz. Va B'siga bu yoqda 1 bo'ladigan bo'lsa, masalan, buni ham 1 qilamiz. Endi bu half adder deyiladi. Full adder. Bunda full adderda уже biz ikkita sonni emas, ikkita sonni va undan oldingi, ya'ni oldingi xonadan kelayotgan sinni, oldingi xonadan chiqib ketgan countni ham qo'shishimiz kerak. Ya'ni 3 ta sonni qo'shamiz. Buning uchun biz bitta XOR o'zi yetmaydi. Shuning uchun ikkita XOR va ikkita AND ishlatamiz. Full adder ikkita XOR va ikkita AND dan tashkil topadi. Bu ham bitta blok. Bunda ham half adderda A1 ga necha bersak, mana bu ANDdagi A1 ga ham xuddi shu sonni beramiz. Masalan, bu yerda XOR ga A1 ga 1 berdik. Mana bu ANDdagi A1 ga ham 1 berishimiz kerak. B1 ga 1 bersak, bunga ham 1 beramiz. Va yana bitta ANDimiz bor. Unga 1 beramiz, chunki tepadagi A1lar 1 qabul qilgan va ikkinchi AND qabul qiladigan parametr bu avvalgi xonadagi half adderdan chiqqan countni, ya'ni kelayotgan sinni qabul qiladi. Chunki qo'shishda keyingi xonaga o'tganda dilda turgan son keyingi xonadagi qiymatga ta'sir qiladi. Ya'ni unga qo'shilib ketadi. Shuni ehtimolini, ya'ni shu ta'sir qilish ehtimol emas, ta'sir qilishi aniq. Shunday bo'lgani uchun biz bu yerda ANDni ikkinchi parametrga bitta oldingi xonadagi sonni, ya'ni sinni ulaymiz. Shu tartibda 8 bitli sonni qo'shadigan bo'lsak, ikkita 8 bitli sonni, bizda bitta half adder va 7 ta full adder ishlatiladi. Bizda mana bu sum, bu chiqadigan javob. Ya'ni hozir masalan 1 ga 1 ni qo'shdik. 1 ga 1 ni qo'shsak 0 bo'ldi. Ustun shaklda yozganimizda 1 qo'shib 1 teng, masalan, pastda